Shahrimizning Fayzobod masjidi atrofidan bir xona, ikki xona hisobida tayyorlangan 45 metr kvadratdan iborat kompakt kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 4-qavat, 8 qavatlik liftlik dom. Manzil, lokatsiya bomba, top darajada bo'lgan atrofdan. Hozir hol qismida turibmiz. Asosiy gostinniy komnatasi, uголок mebel divanlar qo'yilgan, o'rtada chiroyli dekorativniy rasmlar bilan ishlov berib bo'lgan super mo'ysha aboylar, to'g'rimizda TV zona, patolog hamma yo'q atachenta bilan ta'mirlab qo'yilgan, oyoqdagilari laminat. Eshiklari под zakaz MDF eshiklardan kirgandan kuxnyamiz ko'rinishi, kuxnya mebel garniturasi akkuratni holda tayyorlab qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, Fayzobod masjidi ro'parasi, masjidni ham ko'rsatib o'tamiz. Ertalab uyg'onganingiz bilan azon ovozi eshitib turadigan barakali makon qadrlovchilar. Prям katta yo'l yoqasi, bu tomonda spalnya qismi. Spalyaning ko'rinishi akkuratni holatda. Du spalnyasi chiroyli rolikli shkaflar o'ratib qo'yilgan. Pardalar jalyuzi ekan bu yoqda. Uyimizning koridor qismi, prixojniy shkaflari. Bu tomonda esa sanuzul qismi. Sanuzul ham akkuratni holatda tayyorlab qo'yilgan, litiy unitaz, akril vannalar, arisonlargacha LED abagrev oynasi-yu chiroyli rakmlarga o'rnatib qo'yilgan, hech narsadan foydalanmagan kvartiramizni pachka kvartira. Ijaraga berilsa uyimizni $200-250 atrofida bemalol ijara berib bo'ladi. 4-qavat, 45 kvadrat, 8 qavatlik liftlik dom. Narxi $39,5 ming. Kelishtirib arzon qilib beriladi. Qo'lingizda 12 ming AQSh dollar atrofida pul bo'lsa yoki o'zimizning so'm kupyurasida 150 million so'm atrofida pulingiz bo'lsa, mana shu kvartiraning egasiga aylanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.